Assalamu alaykum, muhtaram televizor ko'rgüchilar. Ko'rayotganinglar Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilayotgan Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Men Gulchehra. Bugungi programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Diqqat bergaysizlar. 13 Avgust Washingtonda başlanğan Amerika-Xitay kişilik hüquq dialogu haqida to'xtalgan Dünya Uyghur Qurultayı raisi Rabia Qadir xonim Amerika Xitaydan terrorlikni bahona qilib turib Uyg'urlarni bostirmaslikni talab qilish kerak dedi. 2 kunlik dialog Xitayning Uyg'ur, Tibet va Xitay jurnalist advokatlarini bostirishni eg'iriltib, xalqaro kişilik hüquq tashkilotlarining qattiq tanqidiga uchrayotgan bir mezgilda ochildi. Amerika Davlat ishlar ministerligining ilgari surishicha mazkur dialog ikki taraf munosabatida kishilik huquqning muhimligini ifodalash nuqtasidan intayin ahamiyatli ekan. Biroq ba'zi kishilik huquq tashkilotlarining qayd qilishicha dialogning hech qanday ahamiyati qolmagan. U faqat bir rasmiyatga aylanib qolgan. Lekin Uyg'ur faoliyatchilar dialog rasmiyatga aylanib qolgan taqdirdami, biroq uni davomlashtirishning muhimligini ta'kidladi. Angliyalik yozuvchi Melissa Adeyning İparxon nomli romani 6 Avgust nashrdan chiqib, bozorga silindi. Mazkur romanda asrlardan buyon Xitoy va Uyg'urlar orasida rivoyat tariqasida davom qilib kelgan İparxon temasi butunlay o'xshamaydigan bir nuqtadan badiiy to'qilma shaklda hikoya qilingan. Romanning tushuntirishiga qaraganda Manju imperatori 18-asrning oxiri Uyg'urlar vataniga besib kirgandan keyin bir yerlik ayolni to'qalliqqa elish haqida yorliq tushirdi. Dal mush paytda imperatordan besvilingan ona yurtining qissasini elishga bel bog'lagan İparxon Qashqa bozordan Hedliq ismli bir qizni go'riga elib olib, uni xonga to'qal bo'lishga va o'zi uchun jasus bo'lib xonni o'ltirishga ko'ndirdi. Mazkur roman Angliyadagi Letterpress nashriyati tarafidan nashr qilingan. Jami 412 betlik bu romanda yuqorqi voqelik dramatik shaklda bayon qilindi. Shu joy vaqti chorshanba kuni kech soat 11:30 da Tianjin portida yuz bergan portlashda 50 odam o'lgan, nurg'un odam yaralangan. Xabarlarga qaraganda portlash 2 qitim ko'rilgan. İkinci qitimliq portlash texnik kuchli bo'lgan. Portlashdan keyin tortilgan suratlarga qaraganda portlash markazi va atrofdagi binolar ba'ayni urush maydoniga o'xshab qolgan. Portlashdan kelib chiqqan silkinish bir necha kilometr doiraga ta'sir ko'rsatgan. Navbatda portlashning sababi texcha oshkorlanmadi. Uyghur elida 100 mingga yaqin Uyg'urning AIDS bilan yuqumlanganligi faraz qilinmoqda. Bu sonliq ma'lumotlarni Uyghur elida AIDS xizmati bilan shug'ullangan kasbiy xodim oshkorladi. Nom sharpini oshkorlashni xohlamagan bu xodimning ko'rsatishicha, navbatda Xitoy doiralari e'lon qilgan 30 mingdan ortiq Uyg'ur AIDS yuqumdorlari xalqaro o'lchamdan bakmi tuvan bo'lgan 3 has yuqumlandirish mumkinchiligi bilan hisoblagandimi, navbatda 100 mingdek Uyg'urning AIDS virusi bilan yuqumlanganligini faraz qilish tamoman mumkin ekan. Bu yaqinqi bir qancha yil mobaynida AIDS kasalligining Uyg'urlar orasiga shu qadar tez yamirishining Xitoy hukumatining Janubiy Uyg'ur diyoriga turkumlab ko'chman Xitoylarni yerlashtirishi bilan bevosita munosabatlik ekanligini ta'kidladi. Zhang Chunshenning yakan qirg'inchiligiga 1 yil bo'lganda Ilishqu qatorliq 3 yezni ziyorat qilishi diqqat qo'zg'amoqda. Xinjiang gezitining xabariga qaraganda Zhang Chunshen 8-oyning 6 va 7 kunlari Yakan nayisining Ilishqu, Tag'achi qatorliq yezlarida tekshirishda bo'lganligi ma'lum. 2014 yil 28 iyul Yakanning Ilishqu qatorliq yezlarida Xitoyga qarshi namoyish yuz bergan. Keyin Xitoy qurolli saqchilarining namoyishchilarni qor qo'yib o'q tutganligi xabar qilingan. Xitoy namoyishda 58 odamning etib tashlanganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'ur kuzatuvchilar o'ldirilgan sonning buningdan necha haslab ko'p bo'lishi mumkinligini ilgari surgan. Bu haqda ziyoratimizni qabul qilgan yerlik aholilar Zhang Chunshen Yakanda ziyoratda bo'lganda saqchilarning qatnash tugunlari va yo'l egizlarini qamal qilganligini bildirdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida sizlar Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.